Salom valla 99 million so'ma Gentra avtomat. Tem более oq svet olsa ketami? Ne deysizlar? Kanslar obzor etib beraman. Aladolla olsa sразу ekranda nomerlar uringlar. Shu shavatli mashina. Nima deydi bu? Tavsiya etaman, dahshat mashin, родной mashin. Gentra avtomat, sakadesiya xili, ya'ni просто desiya emas, o'zi родной sakadesiya xili bo'lib chiqqan. Oq svet. Shikalar ham chotki turibdi. 106 ming probeg yurgan, ko'p yurmagan, lyukli. Bu variant. Kraskasi родной axir. Kraskasi родной da, tutding egasi. Balon protektorlar ham normalniy, rezervlar bo'ladi. 2019-yil 106 ming yurgan, avtomat, lyukli, ABS, abagrev, sedan aksadon. Shu hamma narsasi bor Gentra'ning fulli bu. Olaman desangizlar, shu shavatli mashina, ekranda nomer qo'yaman. Ustiga tkanglar etang bozor chiqqanda turibdi. Mo'sh telefon urib, etang sotilmasa olishingiz mumkin. Lekin menimcha etang bozordan qaytmaydi bu mashina. Shu tentak mashina. Umuman rasot yo'q, o'qam binish kerak. Ha, 90lik metan ham bor ekan.